Islomning sharti nechta do'stim? 5 ta, to'g'rimi? Nimaga ko'ra, kimga ko'ra? Masalan, birinchisi kalima-i shahodat. Bir marta aytasiz, doimiy aytmaysiz. 4 ta qoldi. Zakot imkoni borlarga, agar boy bo'lmasangiz, ko'pimiz boy emasmiz, dunyodagi ko'p insonlar ham boy emas. 3 ta qoldi. Haj ham imkoniyati borlarga, agar imkoniyatingiz bo'lmasa sizga farz emas. 2 ta qoldi. Roza Ramazon oyida bo'lmasangiz, boshqa vaqt farz emas. Endi bir namoz qolyapti do'stim. Hech bo'lmasa uni o'qing. Har narsaga vaqt ajratyapsiz, vaqt berganga vaqt ajratmayapsiz. Allohning amrini boshim ustida joyi bor deb u boshni sajdaga qo'ysangiz, joy namoz jamg'armasiga bir sarmoya qilsangiz, oxiratda zaxira va ozuqa bo'ladi. Dangasalik qilib namozni tark qilganlar naqadar hasratlar ichida qolganini keyin aniq tushunadilar. Ammo vaqt o'tib ketgan bo'ladi. Vaqtlar ketmasdan shu farzni mahkam tuting. Sizlarni huzurga, xursandchilikka qovuştiradigan narsa u. Namozsiz yashab bo'lmaydi.